Kim? Kim Qanjiq? Ne Qanjiq dedi? Kim Qanjiq? Musun gitti senin. Nima? Gidan kattani hurmat qilishni o'rgatib qo'ysa, men gapirmayman. Nima bo'ldi? Sarson? Nima seni Qanjiq deydi? Amin yetib qo'yma, paranja qilib deb boshladi. Kim aytdi? Anuda. Qani yetsinchi? Kim akav Amin yetib qo'yadigan? Sarson. U tuqqan akam. Ha? Sa qayda Amin yetdasan? Chiq managa yetchi bir ko'raylik. Bor uyingga kirib o'tir. Meni onamisan. Sa men bolamni so'kmaga eshitdingmi? Amini qissa o'tir, tarbiya haqida sa gapirma. Bor uyingga kirib o'tir. Bo'la, jinni. O'zing To'mi ketgan. O't, teng kelma ular bilan. Nima qilasan? Mana da o'ynani, nima qilasizlar ular bilan teng kelib? Ovozingni chiqarmani, Xudoga so'p qo'yingni, teng kelmani. Bo'ptimi? Maslaga nima deganman? Jim yuringni. O'g'li kasal, nimjon. Yur. Yurishiga yaramaydi ursin. Ha, siz ha. Mulla bilganini o'qiydi-da, o'zingni qarichi bilan o'lchaver. Kasal bo'lsa, sa davolasanmi? Davolatib o'zingni. Yur, Ulug'bek. Anaqda o'ynani. Nima qilasizlar? Teng kelib. O'shidi. Ke mayli. Nima qilasan? O't. Bor. Anida ukomga qarab, bular bag'da o'ynashaversa, bularga qo'shilma mayli. Ulug'bek. Bor o'g'lim. Bor. Aka o'tir. Gap talashib tortishma, indamay qo'yaver. O'zi karilama. Oy, sen bor. Oy, urishmaysan bilan. Ulug'bek, urushma, nima qilasan teng kelib, jon bolam, seni aqling bor-ku. Bor o'g'lim. Ana ukomga qarab, mana bu. Mana bu. Mayli, siz kattasiz-da, ozgina bo'lsa ham aqlingiz bor, kattasiz, xo'p? Qizim chiroyli o'ynani, urushmani. Bo'ptimi? Ha, samolyot. Ha. Biz tarafga borsin. Yo, şeyde oynasın, uzoqqa ketmasin. Qaytarib yana uchib uxlab qolaman. Yo, unaqa so'kini nima qilmay keyin bo'ptimi? Ana ular o'zi uyushtirishga taraf o'zi seni nima qilib g'ajiyman debdi. Aytdim-ku, anundan nima paddeshka